Shu qanday xizmat turidan foydalandingiz mana? Ключ bilan guvohnoma oldik firmamizga. Hozir mashinamga tonirovka o'tirishim kerak edi, o'shaning to'lovlarini qilib ketdim. Uy masalalari bo'yicha keluvdim. Kadastr ko'chirmalarini qildirgan keluvdik. Qancha vaqtingiz ketdi? Tez bo'ldimi? Ha, 2 minut, 3 minut vaqt ketdi. Tez bo'ldi lekin Ishimiz tez bitdi. Mana xudo xolasa onlayn ham doim aloqada 100%, 24 ga 7 ishlashyapti. Siz o'ylagandan-da darajada tezroq ishlaysiz. Xodimlarimizni muomala madaniyati haqida Zo'r, a'lo darajada. xodimlar hammasi juda tez xizmat ko'rsatadi, kelgan mijozlarga yaxshi muomala qiladi. Yashnarbekka alohida rahmat. Shunaqa tashkilotni tashkil qilgani uchun. Hamma xodimlariga ham rahmat. Ishimiz doim tez bitadi. Ularning muomalalariga, xizmatlariga juda ham tashakkur qilamiz. Juda ham qoyil, zo'r. boshqalarga tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilamiz, kelinglar. Hammalarga taklif qilamiz, yaxshi kelinglar. Hammaga tavsiya qilaman, ishlaring juda ham tez bitadi.